Bunday olib qarasangiz, bu etajda liftning ham kerak yo'q. 7 etajli domning 3-etajda 3 xonalik ideal narxda, ideal proyektda, ideal remontlar bilan sotuvga uyimiz chiqmoqda. Shuncha mukammallik bo'lishi ham mumkinmi? Asosiy kirib chiqish eshigi proyekt bilan tanishtirishni boshlayman. Uzun koridor qismi, pastlari kafel qilingan, prixoja mebellari qoladi. 105 metr kvadratdan iborat. Plus minusni hisobga olganda eng asosiysi ikki taraflama proyektda. Bu uyning birinchi xonasi. Qonlar to'shalgan, narsalari qoladi. Bir-ikkita narsalarni olaman dedilar. Buni egasi bilan dogovor qilasiz, xudo xohlasa. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsam, Hokim zapravkasining orqa tarafida 6-mikrorayon 2 pallali eshiklar qo'yilgan. Mana shu uyning o'zi 36 metr kvadratni tashkil etadi. Korolevskiy remont qilib qo'yganlar. Xohlasangiz ikkilamchi kredit asosida ham xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Tez obzor qilayotganim uchun meni kechirasizlar. Yuvinish xonasi pastdan tepasigacha kafel qilingan. Narxi zo'r, xudo xohlasa narx qiziq bo'lsa, oxirida bo'ladi. Bu esa uyning yotoqxona qismi. Ko'rishingiz mumkin. Uyning oshxona qismi. Ushbu kvartiramizga $56,900 so'rashmoqda. Yana o'zgina kelishadigan joy bor. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib kelaverasiz.